Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz mavzusi uxlashdan oldin yostig'imiz tagiga sarimsoq piyoz qo'yib qo'yilsa nima bo'lishi haqida bo'ladi. Bu savolning javobi haqiqatdan ham sizni qiziqtirsa, video ostidagi like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'lgan holda video lavhamizni tomosha qilishda davom eting. Yoshligimizda buvijonlarimiz uxlashimizdan oldin yostig'imiz tagiga sarimsoq piyoz qo'yishar edilar. Yosh bo'lganimiz sababmi, o'sha paytda bizda yostig'imiz tagiga nimaga sarimsoq piyoz qo'yilishining sababini bilmaganmiz va buni ulardan so'ramaganmiz ham. Sarimsoq piyozning nima uchun yostiq tagiga qo'yilishini siz ham bilmasangiz, unda bugun buning sirini biz sizga aytib beramiz. Ko'pchilik sarimsoq piyozni juda foydali va immunitetni mustahkamlashi haqida yaxshi bilishadi, lekin sarimsoq piyozni yana bir muhim xususiyati tunda uyquni mustahkamlashga yordam berishi haqida hamma ham bilmaydi. Bu o'simlik o'zida oltin gugurt va sink saqlaydi. Shu sababdan ham uyquni tiklash, organizmning tabiiy uyqusini saqlab qolish va uyqusizlikni yengillashtirish qobiliyatiga egadir. Albatta, siz bunga ishonmasligingiz mumkin. Ishonmasangiz buni sinab ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Siz ko'riladigan noxush tushlardan xalos bo'lasiz va uyqungiz mustahkamlanishiga erishasiz. Sarimsoq piyozni faqat tunda yostiq tagiga qo'ying. Bu usul uxlash jarayonini tezlashtiradi va uyquni yaxshilaydi. Ko'pchilik sarimsoq piyozning hidi uxlashga xalaqit qiladi deb o'ylashadi. Albatta, birinchi va ikkinchi kunlarda hid sizni bezovta qilish holati kuzatilishi mumkin, lekin keyingi kunlarda sizda bu hidga ko'nikish hosil bo'ladi va bu hid ortiq sizning g'ashingizga tegmaydi. Uyqusizlikni bartaraf qilish uchun qanday qilib sarimsoq piyozdan foydalaniladi? Buning uchun toza, yangi sarimsoq piyoz olib va yostiq tagiga qo'yib qo'ysangiz kifoya. Sarimsoq piyozni archib qo'yish kerak emas, chunki uni tozalab qo'ysa to'shak yoki matrasga so'rilib ketadi. Shu sababdan ham sarimsoq piyozni yostig'ingiz tagiga archimasdan qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bu uxlash davomida sizda kuzatiladigan stress va tashvishlardan xalos bo'lishingizga yordam beradi va uyqungizni mustahkamlaydi. Foydali sarimsoq piyozli ichimlik retsepti bilan tanishing. Ushbu ichimlik og'ir mehnat qilib charchagan insonni tetiklashtiradi va immunitetini mustahkamlab, ruhiy tushkunlik va uyqusizlikdan ozod qiladi. Buning uchun 200 ml sutni olovga qo'yib qaynatasiz. Keyin bir dona sarimsoq piyozni olib, maydalab sut ichiga solib, yana 5 minut qaynatishda davom etasiz. Tayyor bo'lgan damlamani olib, sovutib, unga 1 choy qoshiq asal solib aralashtirasiz. Tayyor ichimlikni har kuni uxlashdan yarim soat oldin qabul qilasiz. Bundan tashqari sarimsoq piyoz soch to'kilishi, jigar kasalliklari, o'tkir respirator infeksiya kasalliklarini bartaraf qiladi va qondagi mikroblarni tozalashga yordam beradi. Sarimsoq piyozning yana bir sehrli xususiyati shundaki, uning tarkibida atsilin bo'lib, antibakterial, antifungal, viruslarga qarshi va gijjalarga qarshi kurashish xususiyatlariga ham egadir.